Hürmetli vatandaşlar, növbetdeki leksiyemizi başlayımız. Leksiyada Sıdıqacı Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyalarımız bunda. Birinci leksiyanın mavzusu Yaponiyanın yuqori darajalik amaldorlari yangi chig'i besim ishlatdi. Mavzuli xabar 5 ayning 30 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi Yang Jiechi Yaponiyani ziyorat qilgan mezgilda Yaponiya Davlat bexatarligi idorasining boshlig'i Ne Jing Taylang va boshqa ishlar ministri va tashqi ishlar ministri Tianwen-shun Yang Jiechi bilan ko'rishdi. Shundaqla Jungoning Chaoshan masalasida cho'ngroq rol o'ynashiga aydakchilik qildi. Universal matbuotlar 5 ayning 31 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Kishida Fumio 30 kuni Yaponiyada ziyoratda bo'layotgan Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi Yang Jiechi Yaponiya Tashqi ishlar vazoratining amaldori Han Sang-gung bilan suhbat o'tkazdi. Suhbatdan keyin Yaponiya Tashqi ishlar ministri muxbirlarga mundaq dedi. Hozir Chaoshanga besim ishlatishni kuchaytirish intayin muhim. Bu maqsadni chiqish qilganda Jungoning rol elishi intayin muhim. Men Jungo hukumatining texmi cho'ng rol o'ynashiga aydakchilik qilaman deb ko'rsatdi. Yaponiya Kyoto agentligi mundaq ko'rsatdi. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Kishida bu bayonoti Chaoshan masalasida Jungo bilan Yaponiya o'rtasidagi ixtiloflar borlig'ini ko'rsatib berdi. Bu bayonot Jungo bilan Yaponiya o'rtasida ixtilof borlig'ini ko'rsatib berdi. Lekin Shinzo Abe hukumati mundaq hisoblaydi. Chaoshan yadro qurollardan voz kechadigan, raketa qurollarini sinaq qiladigan va maydondan voz kechmaydigan bo'lsa, Chaoshan raketa qurollarini sinaq qiladigan maydonidan voz kechmaydigan bo'lsa, suhbatlashishning shartlarini hozirlamagan bo'ladi. Bu so'zni Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Italiyadagi 7 davlat guruhining yig'inida bir qatim ta'kidlagan. Bu qatim endi Yang Jiechi Yaponiya ziyorat qilgan vaqtda yana bir qatim ta'kid. Xabarlarga asoslanganda Yang Jiechi bilan Yaponiya amaldorlari o'rtasida 5 soat davomlashgan suhbatda Ne Jing Taylang Yang Jiechiga mundaq degan: Chaoshanning harakati ig'vogarchilik deyiladigan darajaga yetdi. Yaponiya bilan Jungo hamkorlashishi kerak. Ig'vogarchilikdan saqlanish uchun Chaoshanga qattiq haydakchilik qilishimiz kerak. Rossiya Sun'iy amra uchurlari agentligi mundaq hisobladi. Yaponiya Jungoning qo'li orqali Chaoshan hokimiyatini parchalab, iqtisodiy jihatda Chaoshanni bo'g'ib tashlamoqchi. Lekin Beijing bundaq qilishni xohlamaydi. Iroq Sharq tadqiqot institutining tadqiqotchisi Kestanov ko'rsatgandek, Yaponiyaga intayin oydinki urush, ubarayinda to'qinish yuz berdigan bo'lsa, Yaponiya avval Chaoshanning hujum nishoniga aylanadi, deyildi Rossiyaning xabarida. Oxirida Kestanov yana mundaq hisobladi. Jungo bu yo'lda mangmasligi mumkin. Chunki Chaoshanga besim ishlatish Chaoshan hokimiyatining gumron bo'lishidan derak berdi. Lekin bu oqibatni Jungo ko'rishni xohlamaydi. Chunki Chaoshanda hokimiyat gumron bo'lgandan keyingi oqibat ofat xarakterli bo'ladi deb ko'rsatdi Rossiyaning tadqiqotchisi Kestanov.